Avvalambor assalomu alaykum aziz muxlislar, Shahboz Chorva Uz kanalining ashaddiy muxlislari. Bugunimizga 2026-yil 11-fevral kunimizga chorshanba kartoshkaga tayyorlash jarayonini ko'rsatib boryapman yerda do'stlar. Kuzda ulgurmagandi yerda tayyorlashga. Endi taqdir nasib qilib bugun kartoshkaga tayyorlayapmiz yerimizni bu 40 sotiga. Urug'imiz Qirg'izistondan olib o'tganmiz. Qirg'izistonga u urug'imiz chet eldan kelgan. Bir marta ekilib, eksport bo'lib keyin bizga o'tdi. Qirg'izistonda o'sha yer sathidan 2000 metr balandlikda bo'lgan kartoshka, nomi Rivera kartoshkasini xudo xolasa natijalarini birgalikda ekish jarayonlarini xudo xolasa yoritib boramiz do'stlar. Bu holatlarini hozir mana frezer qilyapmiz yerda tayyorlash jarayoni. 70 ga olib ekamiz, o'shanda bizga traktorga ham udobniy holatda bo'lar ekan do'stlar. Obunachilarimizga nima deymiz? Endi qo'llab-quvvatlab turasizlar do'stlar. Birgalikda shu kartoshka ekish sohasida ozgina bir-birimizga bo'lishamiz maslahatlarni. Do'stlar, birgalikda kommentariyada o'z izohlaringni qoldiraverasizlar. Kimda qanaqa takliflar bo'lsa, murojaatlar bo'lsa, birgalikda bo'lishamizda do'stlar. Bu 40 sotimizdan xudo tomdan kartoshka chiqadi. Hammasini batafsil yoritib borishga harakat qilamiz do'stlar. Hozir traktorda yurayotgan, hojidonim yurayotgan jarayonlarini ham bir qator ko'rsatib boramiz. Mana do'stlar, frezer jarayonini ham xudo xolasa yakunlayapti. Hojidonim tugatish harakatidamiz do'stlar. Olib sekin yoritib beramiz. Inshaalloh. Nechiga ekiladi bu? 7 santimetrga kartoshka qo'yiladi. Buni qanaqa qilib kesish jarayonlarini xudo xolasa ko'rib borasizlar do'stlar. Sizlarga imkoniyat darajasida yoritib berishga harakat qilamiz. Mana agat olish jarayonini ham boshlaydi do'stlar. Agatlar 70 ga olingan xudo xolasa kartoshkaga tayyorlangan. Mana do'stlar, sizlarni eslasalar videoda boshida aytib o'tgan o'sha Qirg'izistondan o'tgan Rivera kartoshkamiz do'stlar. Mana shu xudo xolasa kanalimizni kuzatib borib turasizlar. Buni endi kelgusi videolarimizda kesish jarayonini uni o'rnatib, ko'mish jarayonlarini yoritib boramiz. Faqat xudo xolasa videomizga like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.